أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Aldınqı dersimizde yadlaştın düşünüş muhim degan haqda ders qildik. Yani har qanday narsani tushunmay yadilgandan uni yaxshi tushunish bakroq muhim deb bu haqda ders qilgan. Endi bunda desam kichik bolaga yodlatmay tushuntirib o'ltiramdimiz degan manda savol kelib qolmasin. Yani uşaq balalarga bir narsani yodiltimiz. Chunki u chaqda u narsa gapninki mazmunning nimaligini tushunib tushungudek uning aqli bo'lmagancha, ammo yodlash quvvati yaxshi bo'lgani uchun yodaldiradigan gap nurg'un gapni kichik vaqtida keyin uningki mazmuni bunday gap deb tushuntiruvchi bo'ldi. Endi bu cho'ng bir narsa tushunoladigan odamlar uchun ya'ni yodlashdan tushunish muhim degani, ya'ni yodlab tushunsa bak yaxshi. Ammo yuzaki yodlab o'tib ketgandan uningki mazmunni, maqsadini tushunish oldi o'rinda turdi demoqchi. Bugungi darsimizda hamda fatvo va da'vat. Fatvo beruvchilar, da'vat qiluvchilar qilgan ishlarda qanday vosita qo'llanadi, qanday shaklda fatvo berdi, qanday shaklda da'vat qildi. Biz boshda fatvo beruvchi, da'vat qiluvchininki ilmlik bo'lishi shart deb dars qildik. Yani ilmlik bo'lmasa xato fatvo beradigan, xato yo'lga chaqiradigan yoki qilgan ishi bergan fatvosiniki yani axirida buningki foydali tarafidan ziyonli tarafi besib ketadigan bunday chiqib qoladi. Uning uchun ilmlik bo'lishi lozim. İlimlik bo'lmagan odam fatvo berishga oldirmasin, da'vat qilaman deb bilmagan narsaga chaqirmasin deb dars qildik. Bu bugungi darsimizda hamda fatvo da'vat sohasida qaysini baldi qilish kerak degan haqda dars qilindi. Endi bir qancha ishlar bor. Buningki tartibi bo'yicha qilsa bu ishninki yaxshi unumi bo'ldi. Tartibsiz qilib qolsa bu oyog'ida yaxshi natija chiqmaydi. Onun uchun buningki rad tartibi. Buni dars qilmoqchi. Qanday shaklda qildi, qanday vosita bilan, qanday yo'l bilan qildi? Buni Payg'ambar alayhisolamningki Qur'oni Karimdagi oyatning mazmuni bo'yicha, Payg'ambar alayhisolamningki ko'rsatmasi bo'yicha dars elib shu bo'yicha qilish lozim ekanligini bayon qilinadi. Bu haqda ya'ni boshqalarni yaxshiga chaqirishda va yoki fatvo berishda buningda oson yo'lni tutish. Bu darsimizda ya'ni oson yo'lni tutish haqida dars qilmoqchi. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Sura Baqara'ningki 185-oyatida shunday deyilgan. Alloh subhanahu va taolo sizlarga osonlikni iroda qiladi. Qiyinchilik, ta'sirlikni iroda qilmaydi. Ya'ni ishning osonini qilinglar demoqchi. Sura Niso'ning 28-oyatida yine shunday dedi Alloh subhanahu va taolo yuridullohu ay yukhaffifa ankum va xuliqal insanu daifa. Oyatning ma'nosi Alloh subhanahu va taolo sizlarga yengillatishni iroda qiladi. Chunki inson zaif yaratilgan. Inson ya'ni ojiz yaratilgan. Agar Alloh subhanahu va taolo qiyin ishqa, tez ishqa buyurib qolsa, buningga qudrat yetmaydi insonning. Yoki normal ishqa buyursa-mu, davom qilaverganda, bichaq kelganda herib qoladi. Buning uchun
Allah subhanahu wa ta'ala asan işlerini gösterdi. Kıldıgan işlerindeki yollarını kolay, asan gösterdi. Asallık tarafını tutup amel kılış, faydalanış lazım. Yine başka ayette Sure Maide'nin 6. ayeti de Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Yani ayetinin manası Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga qiyinchilik, sıkıntı, mashaqqat irada qilmaydi. Yani bu yerda hech qanday sizni qilinmaydigan bir ishga buyurmaydi. Sizlar qiyinchilikda qoldigan bir ishda qolmaslik yani. Qilinmay qoldigan bir ishga Allah subhanahu wa ta'ala taklif qilmaydi. Sizni qilalaydigan, kuchingni yetadigan ishga buyuruydi. Sizlar o'zingizning kuchingni yetmaydigan ishni qildim deb Allah buyurmagan ishni izlab yurmanglar demoqchi. Allah başka hadisde mikilik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nima dedi? Yani hadisde kelgan rivayette yani Peygamber Aleyhisselam'ınki sözü de hayru dinikum eyseruhu. Hadisning lafzi. Yani sizlarning dininingning yaxshisi o dinning eng asini. Dinning yaxshisi dinning asini. Degan yani dinde buyurilgan ishlarningki yaxshi savob obdan berildigini uningki eng asini. Yani tez ishni tutup savobni jiqtab o'tdim degan bu biraz xato tushuncha. Ishning davomli qilib ta'sini tutup jiq savob topadigan ish yo'q. Alloh subhanahu va taolo asan ko'rsatgan bo'lsa, shu asonni tutish bilan savob topiladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini mush ekan, Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatgani mush ekan deb itoat qilgani uchun savobni jiq oladigan manda ish bor. O ishni o'ziga ta'sirlashtirib, men savobni jiq topdim deb Payg'ambar alayhisolam ko'rsatmagan, Alloh subhanahu va taolo talab qilmagan ishlar bilan savob topib olmaydi. O'zini avar qilgan boshqa ish yo'q. Shunga Peygamber Aleyhisselam'ınki başka hadiste ahabbul adiyani ilallahi el-hanifiyye es-samha. Yani dininki en dostrak Allah subhanahu wa ta'alaga en yaxshi ko'rildigini hanifi din. Yani kengchilik bo'lgan din. Aytdi yani asalliq yaratilgan din. Başka hadiste mi yine Ayşe radıyallahu anhadan kelgan bir hadiste ma khuyyira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emreyni illa ahaza eyserahuma ma lem yekun ismen. Fe iza kana ismen kana abadun nas an. Yani Ayşe radıyallahu anhanınki rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam iki iş arasında ihtiyar verilmedi. Eğer İki işin arasında bunu kılamsız bunu mu? Kaysını kılsınız? Kılırsız deyilgan bir iki iş arasında kalgan bolsa, o işinki kays asan bolsa Peygamber Aleyhisselam şunu kılgan. Peygamber Aleyhisselam işinin asını kılgan iken biz o işinin tersini kılıp savap tap kılamaydı. Peygamber Aleyhisselam kanda yol tutkan bolsa, şu boyunca yol tutup an tapımız savabını. Onun olan yaxşı neticeye erişkili oldu. Eğer yaman iş bulap kalmagan bolsa Peygamber Aleyhisselam işinin asını tutkan. Yani o kıldıgan ihtiyar verilgen işinki en asını günah olap katka iş olsa en onun uzak duran kişi Peygamber Aleyhisselam'dı. Onun uzak durdu. Eğer yani yaxşılıkla iş bulduyken o işinki en asını Peygamber Aleyhisselam bunu tallagan. Başka kelgan hadislerde Cabir radıyallahu anh'unki hadisi de Peygamber Aleyhisselam'ınki degan sözü var. Hadisning lafzi kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi safarin fara'a zahaman ve raculan qad zullila alayhi faqala ma haza faqalu saim faqala leysa minel birri es-siyam fi's safar. Yani hadisninki mazmunu Peygamber Aleyhisselam seferde bir kişininki naitti başkalar onun da bir koruşu olgan şekilde bir
tıkmak bir yani köyde bu ne miyeş degenlikin bir kişininki sayı selinayotgany başkalar onunğa sayı qıp durayotgan bir halını kögenlikin bu ne miyeş dep Peygamber sallam soğanda ular cevap berdiki bu ruz tutkan kişi de şuna aptaptı biraz talcı qıp kalmasın dep biz bununğa sayı qıp berdik degenlikin Peygamber sallam bu seferde ruz tutuş yaxşı iş emas degen. Şimdi ruz tuttum dep başkalarını onunğa sayı kıldırıp başkalarını avara kılıp kılış bilen bir ruz tuttum dep bunun bilen savap ketkili olmaydı. Peygamber Aleyhisselam'ın degeni yani seferde munda kıyınılıp ruz tutquchenke tutmaslık ruhsat. Şuna bu yutuğa qaytqa vaqtda onun bir gün qazasını qılsa boladı dep Kur'an-ı Kerim'de berilgen ruhsatın bu. Peygamber Aleyhisselam bunu göstergen. Yani ruhsat yolunu tutuş, umu yaxşı iş. Onun başkamda bu seferde ruz tutuş günah çağva, bu yaman gepken Peygamber Aleyhisselam bu yerde seferde ruz tutuş yaxşılık emas deptiken dep mundağma turamaymiz. Bugün gün gidek. Asallık sefer olsa. Yaki bazı yani o seferde kıyınçılık his qılmaydigan, onunğa çidap ketip günep ketken kişiler bolsa şunda roza tutup adetlap ketken kişiler olsa meyle o roza tutsa buluyordu. Onun kelgen hadis var. Hamza ibn Amr el-Aslami degan sahabe Peygamber Aleyhisselam'a men seferde roza tutsam bulamdı dep soğa vaqtda Peygamber Aleyhisselam xalısan roza tutsan butu, xalısan tutmagan. Dep bununğa yani tutuş tutmas ixtiyarini bergen. Yani bu kişi roza tutuşqana aytı erismen kişiydi. Onun için bununğa roza tutuş ıgı gelmedi. Hem de bu haqda seferde roza tutuş yaxşımı yoki tutmaslık yaxşımı degan haqda jiq ulamoning arasida ixtilof bor. Bu roza tutuş meselesi farz rozaning gepi yani. Ramazanda qilgan seferde şu seferde şu farz rozani yani tutmaslık ruhsat qılınıqlıq ayetning mazmuni boyunca Peygamber Aleyhisselam şu yolunu gösterken şunun da hem de tutuşqa imkan bolsa yoki tutup onunğa chidab ketadigan adam bolsa onunğa tutmaslık ixtiyor. Endi bayqidek bek talcı qilib ketib o seferde daxil etadigan ishlab qolsa tutmaslık afzal. Bu haqda ulamolarninki bunda adam uchun tutsa butu, bunda adam tutmasa butu deb tutush afzal, tutmaslik afzal degan haqda ixtiloflari bor. Bu ixtilof shunda bo'lsa-mu, bu yerda keyingi zamonda Umayyi xilofatining zamonasida xalifa deb tanilgan Umar ibn Abdul Aziz deb ya'ni bir xalifa o'tgan. Umayyi xilofati eng adil yani adalet devri 2 yıl tutkan adalet bilen tutkan padişah yani xalifa. Bu Umar ibn Abdülaziz'ninki degan gepi yani bu tutuş tutmaslıknınki afzalligi meselesi bu şu roza tutkan edemninki şu ahvalı qaraydı. Endi seferde roza tutuş onunğa asan ama kim qazasını qilish ta'sirli ish olsa tutaversin. Ama seferde roza tutuş biraz qiyinchilik tatib qolgan, keyin onun qazasını qilish asan bo'lsa, onu qilsin deb. Qaysi asan bo'lsa, shu afzal deb bunday degan gap bor ekan. Bu kishininki so'zi bu yerga naql qilinib, yani bu asanlam yani shu safar qilguvchininki holiga qaraladi. Onun afzallik masalasi. Demek bir yerde yani o afzal bu afzal deb bu ibadetdeki bazı bir navafil meseledeki yoki bazı ruhsat qilingan bu meselede biz tartışma qilmoqchi emas dersimizde. Fakat yani ishning imkon bor asan tarafini tutup savobga erishish. Biz qiyin tarafini tutup o'zimizni jafoga solib savob erishamiz. Asan tarafini tutsaqmı yol bulduğan peygamberinin ko'rsatmasi bo'lsa biz bunun bilan savobga erishish. Yani Peygamber Aleyhisselam'ınki yol yo'riqiga, ta'limotiga uyg'un sunnatni tutish bilan birga an savob tepish. Bakad yani özümüz qiyinchilik izlab
savab topitdim deb avara olmaslik degan buni uqtirmoqchi yana darsimizda. Peygamber Aleyhisselam'ınki başka hadislerde mi şunda kelirlik? Abu Musa radıyallahu anhu'dan Muaz radıyallahu anhu'ni Yemen'ge ötken vaqtda bular şunda vasiyat qilgan. Yessiru ve la tuassiru ve bashiru ve la tunabbiru degan kelimeler bilan, sözler bilan tavsiye qilgan. Yani bu yine başka hadiste kelirlik başka lafzida yessiru ve la tuassiru ve bashiru ve la tunabbiru degan bu lafzi aynı. Yani sizlar osonlikqa buyuringlar. Yani kishilarni da'vat qilishda eng oson ish bilan oson ishga buyuringlar. Eng qila oladigan ishga buyuringlar, qila olmaydigan tez ishga buyurmanglar. Sizlar ular xo'sh bo'ladigan ishga buyuringlar, ular dindan qochib ketadigan ishga buyurmanglar. Demak, yani evvel emri ma'ruf, undan nahy munkar degan gap bor. Yani ish tartibi bilan bo'lmasa, dindan yangi dinni qabul qilgan yoki yangi yetishgan kishilarni islom dinidan qochirib qo'yadigan bir ish bor. Bunga diqqat qilish lozim demoqchi. Demak, yani shuningki tabiati qabul etilgan miqdori amallarga burish. Shu qilib bo'laydigan, aqli ko'taradigan narsalarga buyurish, shunchalik narsalarni anglatish. Bu yo'ldan bo'lish lozim demoqchi. Yani aqli ko'tarilmaydigan gap bilan uningki kallasini ilishtirib qo'ymaslik, qilinmaydigan ishga buyurib, uni qiyinchilikqa sabab qo'yib, bu dindan qochirib atmaslik. Yani bunga diqqat qilish lozim. Yani kishilarni to'g'riga chaqirishda eng oson yo'lni tanlab, shu bo'yicha to'g'riga chaqirish. Yana başka hadislerde şunda kelirlik, bazı sahabalarninki namozni uzun qilganligidan Peygamber Aleyhisselam'a şikayet qilinib, namozni bek uzun qilib, ba'zi bir onunga taqat qilolmaydigan tarafli bo'lib qoldi degan bir shikoyatli Peygamber Aleyhisselam'a kelgandan keyin Peygamber Aleyhisselam bu namozni uzun qilgani Muaz radhiyallohu anhu ekan. Muaz radhiyallohu anhuga shunda kayib nima degan? Afattanun anta ya Muaz, afattanun anta ya Muaz deb 3 qatim takrorlab degan bir hadis bor. Yani bu hadisda shuni ta'kidlaydiki, yani kishilarni ba'zi bir ibodatdagi ishlarni uzun qilish bilan, ba'zi ibodatlarni uzun qilish bilan bu dindan zeriktirib solmaslik yoki boshqa mashg'ulotiga daxl qilmaslik degan mazmunni ifodalaydi Peygamber Aleyhisselam. Yani sen namozni bek uzun qilib, boshqalarni buningdan malollik yetadigan yoki zerikib qoldigan yoki buningdan biroz uzoq bo'lishga turadigan bunda bir taraflarni paydo qilmoqchimi? Yani deb Peygamber Aleyhisselam yani namozni yengil qilib turinglar. Bek uzun namozni uzun qilamiz deb boshqalarninki malollik yetib qoldigan yoki uningdan biroz qochadigan mana tarafli bo'lib qolmasin. Yani her ishninki o'zining yo'li va normal bo'lishi lozim deganni Peygamber Aleyhisselam ta'kidlagan. Başka sahabininki din kelgan hadislardimi? Anas radhiyallohu anhudan kelgan hadis bor ekan. Peygamber Aleyhisselam namozda yani eng yengil, eng to'liq o'qiydigan kishi edi. Peygamber Aleyhisselam kichik bolalarninki yig'laganini anglab namozni shu kichik bolalarninki onasi beram bo'lib qolmasin deb shunda namozni yengil qilganligini ko'rganmiz deb shunda rivoyatli kelganlik. Peygamber Aleyhisselamninki o'zininki og'zi bilan degan hadisda inni la adkhulu fis salah wa ana uridu italataha fa asma'u buka asabi fa ajuzu fa ujawwizu fi salati. Yani fa atajawwazu fi salati. Men namozga boshlayman. Namozda uzun qilsam deb uzun qilishni iroda qilaman, ammo namozda tug'andan keyin kichik bolalarning yig'lagan ovozini anglab, men uning namozni biroz qisqa qilib, yengil
tugutma. Chunki oniki anisi namozda biraz yaram bo'lib qoladi. Buning uchun men namozni qisqa qilib beraman degan. Yana boshqa hadislardami payg'ambar alayhisalom namozni uzun qilmanglar. Chunki namozda turadigan kishilarningki ba'zi ojiz odamlar va kesaljan odamlar va qari odamlar va ayndaq bolasi va ayollar va aqsabda turib namoz o'qiydi. Ayollar normalda masjidda payg'ambar alayhisalomning zamonasida. Bugungi kunda arab davlatlarida ayollar yana aqsabda turib orqaga azroq to'saq qilib qo'yalik namoz qiladigan ishlarni bizning vatandan ayollar masjidga kiradigan ish yo'q. Yani aslında ayollarmi masjidda orqaga parda tatib qo'yadigan ishlar bor hozirda. Shunda masjidda bo'lsa, o tabliğ ahkam anglasa, yaxshi yomonini anglasa, islom dinini tushunsa, anglab bu yaxshi ishdi. Bu ishlar yo'qolib ketibdi ekan. Ba'zi yerlarda bor. Payg'ambar alayhisolamning vaqtida batdi. Shunda kichik bolasi bor ayollarmi kichik bolalarini kelib, endi qop namozga turtgan bunday ishlar bor ekan. Uning uchun payg'ambar alayhisolam shunda kichik bolalar yig'laydigan ishlar bor, ojiz kishilar bor, kasal kishilar bor. Shu namozni yengil qilib biringlar, imom bo'lganlar deb payg'ambar alayhisolam buni tavsiya qilgan. Ondan başqa ibodatni jiq qilaman deb sunnatdan chetnab ketganninki xatolik haqida bir hadis kelaylik. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda kelgan bir hadis. 3 kishi payg'ambar alayhisolamningki ayollarininki uylariga keldi. Kelib payg'ambar alayhisolamningki ibodatini so'radi. Men hadisninki lafzini o'qimadim, chunki qisqa bir mazmun bilan ifodalamak uchun. Payg'ambar alayhisolamningki ibodati haqida so'radi. Payg'ambar alayhisolam qandaroq ibodat qildi kunlik ibodatida degandan keyin bunga javob berildi. 5 namoz qildi, kechilikda nafl qildi. 5 namozdan oldi keyinda nafl namozlarni qildi. Ba'zi ro'za, ba'zi iftor ro'za tutmaydi. Deganga o'xshash normal bir qildigan kundilik ibodatini deb berilgandan keyin buni nihoyat oz ko'rdi. Payg'ambar alayhisolam bak oz qildi ekan bu ibodatni deb. Bu payg'ambar alayhisolamningki ilgarikin gunohi mag'firat qilingan bir kishi, payg'ambar. Uning uchun shunchalik qilsa o buldu. Ama biz günahkar kişiler jiq qilishimiz lozim degandek o'zining bir tushunchasi bo'yicha bilsa men kechi uxlamay ibodat qilma, namoz o'qiyman. Kechini namoz bilan ulab yurtma dedi. Biri dedi men davomli ro'za tutib kunni o'tkazaman dedi. Biri men to'yma qilmay shu bo'ytaq holatim bilan ibodat bilan o'tma dedi. Degandan keyin shu holatga payg'ambar alayhisalom kelib qilib nima deyapsizlar degandan keyin muhtamida gap. Deganda payg'ambar alayhisalom buni anglab men sizninki eng taqvaroq Allah'tan bekrak qo'rqadigan men. Yani mening qildiganim bu. Men ba'zi ro'za tutma, ba'zi ro'za tutmayman. Payg'ambar alayhisalom haftada 2 kun ro'za tutdi, dushanba, payshanba. Onda her kuni ro'za tutadigan yoki haftaning jiqida ro'za tutadigan bunda emas, yani payg'ambar alayhisalomningki normal qilgan bir ishi bor, sunnati. Payg'ambar alayhisalom men ba'zi namoz o'qiyman, ba'zi kechida, ba'zi uxlayman. Yani uxlaydigan vaqtim bor, namoz o'qiydigan vaqtim bor. Kechining hammada namoz o'qib bunda yurtmayman. Men to'y qilaman. Hem dunyolik hayotni yapmanman, hem oxiratlik ishni o'zing yerda qilib mangaman deb payg'ambar alayhisalom yani normal kundilik qilgan ibodat mashg'ulotini deb berib bu mening sunnatim. Kimiki bu sunnatimdan yuz o'rsa, men qilgandek qilmaydi ekan, u kishi mendan emas dedi. Yani "Femen ragibe an sunnati feleyse minni" hadisning oyog'ida. Men mushu bo'yicha qilman.
meningki sünnetim boyunca amal qilgan kishi mushu boyunca qilsin. Agar bunda qilmaydi ekan, buni az ko'rib jiqroq qilsam bo'ldi deydi ekan, yoki manda chog'da qilmay, manda chog'da qilsam bo'ldi deydi ekan, ya'ni men qilganni u bo'yicha qilmay, o'zgartib qildigan talabda bo'ldi ekan, u kishi mendan emas. Demak, biz yaxshi ishga normaldan ziyoda qilib savobga yetkila olmaydi. O'zining vaqtidan boshqa chog'da qilib savobga yetkila olmaydi. Ya'ni biz normal o'lchamli qilamiz, o'zining vaqtida qilamiz, hamma ishni o'zining vaqtida qilamiz. Her haq egasiga o'zining haqqini berish lozim. Payg'ambarning boshqa hadisida kelganlik, sening ko'zingning haqqi va, sening oilangning haqqi va, bolalaringning haqqi va, dunyodagi boshqalar bilan qilgan ishlarda uning haqqi va. Demak, ya'ni kundalik mashg'ulotda her haq egasiga o'z haqqini berib, kundalik yashamni o'tkazish eng to'g'risi bu. Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatgani. Bini qilman deb bini tashlab qo'yish, bini eshirib o'tib bini kam qo'yish, yoki bir vaqtida qilganni yana bilak bir vaqtida qilish, deganga o'xshash almashtirib o'tish yoki eshirib o'tish yoki kam qo'yish, buning hammasi kam qo'yish qandaq jinoyat xatolik bo'lsa, eshirib o'tish o'xshash xatolik. Ya'ni ba'zi kam bo'lib qolamdiki deb ehtiyot qildim deb eshirib o'tib xatoga tushib qoldigan ish bor. Ya'ni kam qilsa xato bo'lgan bo'lsa, ziyoda qilsa o'xshash xato bo'ldi. Demak, o'lchamli qilish lozim. Hamda ehtiyot yo'lini tutgan ishlar bor. Ehtiyotdan ba'zi ishni sal nima qildigan. Bu kishilarningki ahvoliga qaraydi. Fatvo masalasi va boshqa masalada ba'zi chinroq yo'l tutib kelgan kishilar bor. Dinninki imkon bor ehtiyotiy tarafini. Kam bo'lib qolmasin deb bitliqroq qildigan tarafini tutib kelgan, chin tutib kelgan bunday kishilar bor. Allah yana onunki qilganiga yaxshi savob bersin. Agar unda kishilar bo'lib qolsa, uningga qarata fatvo ba'zi nimalar shuning qarata bo'ladi. Ba'zi normal bo'lgan kishilarga o'ziga tushliq shaklda bunday berish lozim. Ya'ni unda ching tutaman deydigan odamlarmi shu normalini ching tutish yani. Payg'ambar alayhisalom buyurganni ching tutish. Faqat kam qo'ymasdan. Eng to'liq tutqini, ching tutqini. Onda andımda kam qoldi hamda insonning ojizligidan Alloh taolo unga savoblab, to'liqlab savob berar deb umid qilamiz kam qolganlarga. Kam qoldigan ishlar jiq, eshiritilgan ish oz. Shunga imkon bor bir to'liq bo'lsin deb chinroq tarafini tutib qildigan ish bor. Yani unda kishilardan Alloh rozi bo'lsin, o'zining tirikchilig'iga imkon bor normaldan eshirib atmay, shu normaldan davomli ching tutib kelsa, bu ching tutganlik degan bu yani. Shu normalni faqat eshirib atmay, kam qilmay. Payg'ambar alayhisalom men ziyoda qilmayman, kamma qilmayman, sening deganing bo'yicha, mush bo'yicha qilma deb Payg'ambar alayhisalomning ta'limot olib ketgan kishini, ya'ni bu nijot topdi, jannatga kirdi deb ko'rsatgan boshqa hadis bor. Demak, yana kamma qilmay, ziyoda qilmay, o'lchamli qilsa, shu o'lchamlikni davomli to'liq bir xil shaklda qilsa, erib qolmay, shuning bilan yaxshi darajaga, yaxshi savobga erishgili bo'ldi. Yana bu darsimizdan hamda ba'zanlar bu pek osonlik ko'rsatadigan bir kishi ekan, bu bir osonlik mollamkan, asonchi mollamkan degandek, menda bir qarashda bo'lib qolsa bo'lmaydi. Baka ishni tashlashdirmi, yani oson yo'lni tutish deganni ko'rsatdik bu yerda. Endi bizning vatanga nisbatan nima desa, biz vatanga nisbatan bizda bir islom dinida bir prinsip bor. Biz aqida masalasi, tavalla tabarra kufr bilan iymonni araydigan, haq bilan batilni araydigan, Xitoy bilan musulmonni araydigan, kafir bilan musulmonni araydigan bizning vatandagidek. Bunda maydonda bo'lib qolsa, tik turish lozim. Bu iymon masalasi. Bunga da o'tirhal turli, ama yoqqa yumshoqroq turli yoki bundaroq tuvarroq turli deyotgan manda yerda emas. Biz mana tushunish lozim. Biz iymon ustida turadigan, ya'ni haq batil ustida turadigan ish bo'lsa tik turamiz. Ammo atidin degan darsimizga degan gaplar, ya'ni afzaliyat masalasidagi ishlar. Biroz ya'ni Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga uyg'un bo'lsa bu ishlar eng savobni jiq oldig'ini buni ko'rsatdik yani.
Hamda biz bu yerdagi sunnatdagi ibodatdagi ba'zi ishlardagi afzaliyatni ko'rsatsak, ya'ni osonlik tarafni kelib lekin buni ba'zi bizning vatandagi ishlarga cho'riblam mana tushunib qolsak bo'lmaydi. Shunga biz hamma ishni o'zing yeri tushunish lozim. Ben degandek bizning vatanda iymon masalasi, aqida masalasi, bizningki tik turishga tegishli nurg'un ishlar bor, buningda tik turmiz. Nim bo'lsa bo'lsin. Ammo normal turadigan yerlar bor, unda normal turmiz. Demakchi bo'lgani bu. Biz normal turdik deb iymonni yo'qotib o'tishga bo'lmaydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.